Davom etamiz. Xalq deputatlari Andijon viloyati kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda kun tartibidagi dolzarb masalalar muhokamalar markazida bo'ldi. Jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Dastlab taklifga binoan xalq deputatlari Andijon viloyati kengashining 7-chaqiriq 17-sessiyasi bir ovozdan ochiq deb e'lon qilindi. Sessiya kotibi tasdiqlagach, kun tartibidagi masalalar yuzasidan mutasaddilarning hisobotlari tinglandi. Dastlab viloyat prokurori 2025-yil yakunlari va joriy yil rejalariga bag'ishlangan ma'lumotlarni taqdim etdi. Viloyatda qonuniylikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish, kriminogen vaziyatlarni yaxshilash, jinoyatlarni oldini olish, sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlab, bartaraf etish xususida fikrlar bildirildi. Shuningdek, viloyat prokurori o'z so'zida fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlash, muhofaza qilish, qonun bilan qo'riqlanadigan huquqlarni himoyalash, yoshlarning manfaatlarini mustahkamlash, yashirin iqtisodiyotga chek qo'yish, tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, yoqilg'i energetika sohasida elektr energiya resurslarini iqtisod qilish, suvdan oqilona foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini tatbiq etishning samaradorligiga alohida to'xtaldi. Prokuror hisoboti davomida atrof muhit ifloslanishini oldini olish, yer resurslari va yer osti boyliklarini muhofaza qilish, xususan ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga ajratilishi belgilangan mablag'larni manzilli sarflanishi ustidan o'rnatilgan tizimli nazorat ishlarini ham tilga oldi. Bozorlar va savdo majmualarining ham raqamlashtirilishi, soliq tizimiga bevosita integratsiyalashtirilishi tushumlarning ortishiga sabab bo'lganini e'tirof etdi. Nazorat o'rnatilgan tizimlardagi yutuqlar va kamchiliklar aniq raqamlarda keltirildi. Mana bugungi xalq deputatlari viloyat kengashining 17-sessiyasida mana viloyat prokurorimiz tomonidan o'zining axborotlarini berdilar va juda kengaytirilgan har bir nuqtasigacha yetib borganligi, shu sohadagi demak kuch tuzilmalari tomonidan olib borilayotgan vazifalarda ijrosini shunaqa bir chiroyli tushuntirib berildiki, buni bevosita deputatlarimiz tomonidan xalqimizga yetkazishimiz kerak, mahallalarimizga yetkazishimiz kerak bo'lyapti. Viloyatimizda olib borayotgan ishlar qoniqarli deb hisobladim men. Judayam men hozir shu axborotdan o'zimga yaxshi bir xulosa oldim. Sessiya davomida so'z olganlar viloyatni kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish, barqaror ish o'rinlarini ko'paytirish choralari, og'ir toifaga kiruvchi tumanlarning ijtimoiy ahvolini yaxshilash va bu boradagi maqbul yechimlar yuzasidan axborot berdilar. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan eshitilgan axborotlarga tegishli qarorlar qabul qilindi. Shu tariqa 7-chaqiriq xalq deputatlari Andijon viloyati kengashining 17-sessiyasi o'z ishini yakunladi.